Assalomu alaykum hammaga. Germaniya elchixonasi hozirgi kunda TLS bilan shartnoma tuzdi va Vizimetrikdan TLS ga o'tdi. Joy olishlar TLS orqali va juda ko'plar so'rashyapti, qanaqa qilib endi joy olamiz. O'zbek tilidan qo'shishdi, bu juda ham yaxshi. Uchrashuv kunini belgilashib bosamiz. U til ham kelishmayapti va O'zbekiston tanlaymiz bu yerdan. Ketdik O'zbekiston saytiga o'tkazadi. Endi men Germaniyada bo'lganligim uchun menda shunaqa ko'rsatyapti, qayerdan kirasan deyapti. Men O'zbekiston tanlayapman. Xo'p, birinchi navbatda biz registratsiyadan o'tishimiz kerak. Men hali registratsiya qilib qo'ygan edim. Shuning uchun shuni ko'rsataman. Hali lekin tasdiqlamadim. Tasdiqlashlarga ko'rsatmoqchiman. Xo'p. e, Balki yana qaytadan tasdiqlash kodini jo'natar, ya'ni bilmadim. Parolni yozdik. Kelinglar biz oxirigacha olib bormaymiz. Shu bosganinglardan keyin email orqali, telefon, SMS deb registratsiya bossanglar, keyin sizlarga mailga tasdiqlash keladi. Mailga tasdiqlash keldi, kelgandan keyin activated my account. Accountim activated bo'ldi va men hozir yana qaytadan kiraman. Va bu meni e, shaxsiy kabinetim hisoblanadi. Lekin shaxsiy kabinetdan ikki marta joy olish mumkin ekan, yoki ikkita insonga joy olish mumkin ekan. Shunaqa chiqyapti. Negadir kirmadi. Hayronman. Hozir ko'ramiz qaytadan. Ko'ramiz, kirdi. Сохранить qildik va mana kelinglar o'zbek tiliga o'tkazib olamiz. Yangi sayohat yarating deyapti. Mana shu yerda juda ham muhim. Hozir biznes vizaga joylar bor, tur vizalarga yoki boshqa vizalarga yo'q. Bosganda bu yerda nomini belgilashimiz mumkin. Aytaylik, menda aytaylik Anuga exhibitionga belgilayapman. Exhibition. Mamlakati tanlang. O'zbekiston. Tasdiqladim. Hop. Yana menda buni ko'rsatyapti. Sizlarda u ko'rsatadimi yo'qmi bilmayman. Keldik. Ichkariga kirganimizda mana o'sha ochildi menga va men bu yerdan buni tanlashni boshlayman. Tanlaganimda ko'rasizlar, o'zbek tiliga o'tkazib qo'yaveraylik. Qo'lda qo'shing deyapti. Manual qo'shish. Xo'p. Bu yerda sayohatingiz sababini tanlang. D vizalar bor. D vizani ichida ko'rsanglar mumkin. Til kurslari, APR bor yoki chet elda ishlash, kasbiy ta'lim, talabalar vizasi o'qish uchun bor. Bizga D viza emas, asosan Schengen vizasi bo'lgani uchun Schengen tanlaymiz. Schengen tanlaganingizdan keyin bu yerda ochiladi. Ko'rgazma uchun, bu выставка uchun menga hozir to'g'ri keladigani shu, yoki biznes qilishim mumkin. Ikkalasi bir-biriga to'g'ri kelishi mumkin. Sayohat yuk tashuvchilar uchun boshqa yo'nalish, til o'rganish uchun kurslar 90 kundan kam bo'lgan va mehmonga borish, o'sha mehmonda kimdirlar chaqirayotgan bo'lsa, shu hozirgi holatda biz biznesni tanlaymiz. Biznes tanladik va familiyani kirgizamiz. Aynan qizil pasport bo'yicha kirg'izish kerak. Qizil pasport bo'yicha. Hozir esa bu yerda mahalliy til belgilarida nom deyapti. Endi yashil pasport bo'yicha dedim, buni yaxshilab so'rash kerak, lekin men shuni qaytarib yozmoqchiman. Oldin ham shunaqa yozilardi: tug'ilgan kun, oy, yil. Yil. Hop. Hozirgi millatda o'zbek, oddiy pasport bizada. Sayohat pasport anaqasi. Pasport seriyaman. U tavakkal anaqa qildim va biror bir bu yerda nomer yozishim kerak, chunki men o'zim nomerlarim ishlagan TLSda. Ha, kelinglar. 77 774 65 56 nomerim bor. Shuni kirgizamiz. Qachon men bormoqchiman? Oktyabr oyiga safar muddatini yozishim kerak albatta. 2025-yil. Ariza beruvchini qo'shing deyapti. Menimcha biz shuni saqlash deyapti. Hop, saqladik, saqlanib qildik. Bizda turibdi mana qoralama. Hali buni biza joy olganimiz yo'q. Buni ichiga biza kirib yana o'zgartirishlarimiz mumkin va ketdik. Ariza beruvchini qo'shing. Mana уже qo'shdi. Mana уже tasdiqlandi. Endi menda tasdiqlashni bosamiz va joylarni qidirishni boshlaymiz. Bu yerda har xil xizmatlar, premium xizmatini tanlashim mumkin, sayohat sug'urtasini tanlashim mumkin, SMS xabarnomasi, pasportni boshqa paytga to'g'irlab turib, hammasi narxlari belgilangan yoki kopiyalarni qo'shishim mumkin, rasmga ham tushishim mumkin, hammasi bor ekan. Davom ettirishni bosaman va eng yaqin kun menda 9-chi qaysi oy bu? Subhanalloh. Qaysi oydamiz?
o'ttizinchi chislo deyapti. Hop, 28, 9-da joy bor ekan. Qaranglar, 9-chislo ertaga joy bor уже. Ertalikka aytaylik, men baribir buni olmayman. Ee, 9-chisloga soat 10:30ga belgiladim va shu kunini belgilashni bosyapman. Aytyapti 276 ming keyin to'lanadi. So'rovnoma bosdim va uchrashuv kunini o'zgartirishim ham mumkin ekan. Yangilashim mumkin ekan prime time'larni. Va menda hozir bu narsa tasdiqlandi menimcha. Hozir mailga tekshiraman. Mailga tasdiqlash keldi menimcha. Da, tasdiqlan keldi уже. Joy olish shunaqa. Endi hozir turizmga, work and travelga qilayotganlarda balki bordir. Hayronman. Lekin shu yerda yana shunaqa joy bor. To'lash degan o'zgartirish, tasdiqlangan, tasdiqlashni bosdim mana. Menda tasdiqlandi. Hisob-kitobga o'ting va buni onlayn to'lashim mumkin ekan. Pay at the Visa Center. Demak, men TLSda to'layman. Yozdim, bo'ldi. Men joy oldim. Joyim olindi. Endi men o'zimni akkauntimga kirsam, hozir ko'ramiz. Akkauntimga kirsam, back ilovaga qarang deyapti. 9-iyun kunga joy oldim men. Odamlar, qiyin emas. To'g'ri, turizmga ochilmayotgan bo'lishi mumkin, keyin prime time'larni belgilasangiz balki ochilayotgandir. Lekin menda hammasi hozircha yaxshi, o'zgartirish kerak emas. Uchrashuv kuni aniq bo'ldi, to'lov u yoqda bo'ladi. Menga qiziq narsa holatni tekshirish va hujjatlar tasdiqlandi, u yog'iga arizaga olib borsam, keyin pasportim chiqqungacha ko'rib turishim mumkin ekan. Juda ham zo'r. Menga to'g'risi yoqdi. Vizimetrikka olishdan ko'ra bu menga yaxshiroq bo'ldi. Lekin men bu yerdan tasdiqlanganni PDF'ini ola olmaymanmi desam, hop, buni qanday olishim mumkin? Ctrl P qilaman va land page yoki portrait deb save qolaman. Menimcha shu bilan o'zi yetarli bo'lsa kerak. Germany deb qo'y va menda joy olindi. Hozirgi kunda Germaniyaga joyim bor. Lekin menga kerak emas, endi admin qilib yuboraman baribir buni. Hozir admin qilishdan ko'rib chiqamiz. Demak, mail tasdiqlandi, ism, familiya hammasi joyida. Demak, olindi. Xo'p, endi buni bekor qilishim kerak. Bekorga joy olib qo'ymaylik. Ertaga TLS'da ko'rib, meni yomon ko'rib qolmasin. O'zgarishni boshlaman. O'zgartirish bildirmoqchi bo'lsangiz, xani belgilayman va kunni o'zgartirsam bo'lar ekan. Qanday bekor qilsam bo'ladi? Menga shu qiziq. Hop, bekorni ko'ramiz. Bekor qilishi, menimcha bekor qilish yo'q. Yana buni aniqlayman, lekin men bu yerda ko'rayotganim yo'q bekor qilishi. Prime time uchun 145 ming to'lovmi, SMS xabar va xizmat haqi TLS o'zi xizmat haqi oldin rezimetrikka to'ladik shu. Ajoyib, odamlar, bemalol joy olsanglar bo'ladi. Hammanglarga rahmat. Bugunga shu.